Hozirgina Elmurod Haqnazarovning konsert dasturini ko'rib tugatdim. Beldan pastga hazillari yo'q, jamiyatdagi muammolarga kulgu orqali to'xtalib o'tgan, boshqacha yondashuv, boshqacha ko'rsatuv, ya'ni konsert demoqchi edim, boshqacha konsert bo'libdi. Men to'g'risi mazza qilib ko'rdim, kuldim va konsertga professional yondashgan deymizmi, xullas oilaviy ko'rsa bo'ladigan konsert bo'libdi. Mana shu Elmurod Haqnazarovning konsertini ko'rganlar kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Bitta ko'radigan konsertimiz bor edi, oilaviy Avaz Oxun. Bularning qatoriga Elmurod Haqnazarovni ham qo'shsak bo'ladi endi. Bemalol oilaviy ko'rsa bo'ladigan konsert bo'libdi. Undan tashqari jamiyatdagi muammolarga juda ham chiroyli to'xtalib o'tgan, ta'limga ham, boshqasiga ham, xullas 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal. Elmurod Haqnazarov konsert dasturining oxirida aytgan so'zlari esa haqiqatda menga ta'sir qildi. Yaqinlaringizga vaqt ajrating. Aks holda vaqt yaqinlaringizni sizdan ajratadi.